berishadi. Xurmoni changini bepushtlarga beradi. Haligi Uhudlar yonida haligi malla bashara olmaga o'xshagan narsa sotyapti, limon bepushtlarga deb olishadi. U uni tabiiy isbotlanmagan narsa. Insonni sog'ligi bilan hazillashib bo'lmaydi-da bu narsa. Teskari reaksiya berib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun mana bu xurmoni changi bor. Xurmoni changini ham Xarandiyonda 15 riyolligini sotadi. 15 riyolligini u Xitoydan keladigan pudra. Chunki Xitoyda xurmo yo'q, to'g'rimi? Xurmo bormi Xitoyda? Xurmo bo'lmagandan keyin chang ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Xitoyda har bir narsa bozorga kelsa o'zidan sotib boradi. Shuning uchun ishonchlimi, Madinanikimi deb, xurmoni changimi deb ishonchli bolalarda mana birodarlarimizda bolalarda bor, o'shalardan olsalar ham bo'ladi. O'sha xurmoni changini 25 gram yoki 50 gramini 1 kilo asalga solasiz. 1 kilo asalga aralashtirib, asallarini sut aligisi bor. Mana bunaqa narsa, mana shu changini 1 kilo asalga aralashtirib, haligi asallarni suti bilan, malochka deydi, asallarni suti bilan uni asallashni biladi, mayda olishi. O'sha 10 millini o'shanga aralashtirib, uchalasi 3 ta narsani aralashtirib, xotin nahorga bir choy qoshiqda tanovul qilish kerak. Unga o'sha aralashmaga biz o'zimiz tajribadan o'tkazgan narsa, aralashmaga haligi Fotihani 7 marta o'qilsa, Fotihani 7 marta o'qilsa, undan keyin Zakariya alayhisalom duolari bor. Robbi la tazarni fardan va anta khayrul varithin. Iloho meni yolg'iz tashlab qo'ymagin, orqamda merosxo'rlar qolsin degan duolari bor. O'sha duoni, o'sha oyatni 40 marta o'qilsa yaxshiroq bo'ladi.